Tavba qilganingiz bilan yana gunoh ishlarda davom etyapsizmi? Qutulishni xohlasangiz bu usullarni qo'llang. 1. Tavbani ko'paytiring. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hech gunohlari bo'lmasa ham kunda 100 marta tavba qilardilar. 2. Duo qiling. Alloh qalbingizni boshqarishini va sizga hidoyat berishini va gunohlarga qarshi chidamlilik berishini so'rang. 3. Sadaqa bering. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilar: bir yomonlik qilgan vaqtingizda orqasidan darrov yaxshilik qilingki, u yomonlikning gunohlarini o'chirsin. 4. Salovat ayting. Kim bir salovat aytsa, 10 ta savob yoziladi va 10 ta gunoh o'chiriladi. 5. Yolg'iz qolmang. Unutmang, shayton yolg'iz qolganni sevadi. 6. Uzoqlashing. Ya'ni bu gunohga nima undaydi? Qaysi muhit bo'lishidan qat'iy nazar u yerni tark qiling, u yerdan uzoqlashing. 7. Solih insonlar bilan do'st bo'ling. Gul bog'ida sayr qilgan gulni, xas bog'ida sayr qilgan xasni hidlaydi. 8. Ro'za tuting. Alloh uchun tutilgan ro'zaning foydalaridan biri insonning irodasini mustahkamlaydi.